Hozir jumani o'qiysiz-a? Masjiddan chiqib turib, ey Robbim, menga dunyoyimga fazl ber. Rizqimni keng qil deb duo qiling, ijobat bo'ladi. Bu to'g'risida oyat ham bor, hadis ham bor. Alloh taolo tirikchiligimdan qolib ketmay, rizqim kamayib qolmasin deb jumaga kelmay qo'ymanglar. Men bilaman sizlarga yaxshiligini. Chiqib turib mendan shuni so'rab chiqib ketinglar, keyin bilasizlar deydi. Hozir jumani o'qiysiz-a? Masjiddan chiqib turib, ey Robbim, menga dunyoyimga fazl ber. Rizqimni keng qil deb duo qiling, ijobat bo'ladi. Bu to'g'risida oyat ham bor, hadis ham bor. Alloh taolo tirikchiligimdan qolib ketmay, rizqim kamayib qolmasin deb jumaga kelmay qo'ymanglar. Men bilaman sizlarga yaxshiligini. Chiqib turib mendan shuni so'rab chiqib ketinglar, keyin bilasizlar deydi.